Şunday. Hayırlı gün. Bugün bir tilge Dünya Künbatış Başkırtlarına burungundan kelgen milli bideklerinin bir türü İdiv işle boyunca ustalık dersi ko'rsatgan. İdiv o, xotin qizlardan qo'shin video uchun tankka botib, o'qqa qolib tegilgan, o'ylab o'ttirgan, yeyib turgan video aygiri. İdivni tegar oldindan bizga shunday materiallar kerak bo'lsa, ikki turli material olamiz. Birinchisi qolinroq, ol yoqqa qo'yilgan, tutunroq qalin material olamiz. Tag'in bir turli material, danha yuqoriroq ort yog'ina qo'yilib turgan material to'qima bo'lsa, shundan bizga ene, yip kerak bo'lsa, mana shunday tenkeler olamiz. Qasi, nef, qaridarin, yugarin qoplar uchun shunday kasabik olamiz. Lineyka, ruchka, pazumetlar ikki turli, kumush tusinga ham oltin yugurilgan ketgan olamiz. Ham beylab qo'yar uchun shunday tokmalar oldik. Eng tavba ishimizni boshlar oldidan bizga shulay qiyofasida ulgu ipagi kerak bo'lsa, ulgu ipagi men oldin tayyorlab qo'ydim. Uning razmeri yaqinsa 21 cm ga 23 cm. Hali to'qimani olamiz. Ham ulguni qo'yib ipilab sig'adi. İşte ol yaptan başlaydı. Bundağı qaridağı yipteri көтеліп тұрмағын үшін qarидары моторлап шушы әзір касабиканы алып тегіп сығады.